Prokap qo'shma korxonasi kabel va sim ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatimizdagi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lib, u o'z mahsulotlari sonini ko'paytirishda davom etmoqda. Poytaxtimizda o'tgan anjumanda korxonaning yangi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etilayotgan zamonaviy texnologiyalar haqida yig'ilganlarga ma'lumot berildi. Prokap qo'shma korxonasi 2012-yilda Buyuk Britaniya kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan. 6 yillik ish faoliyati davrida O'zbekiston bozorida munosib o'rinni egalladi. Shunisi e'tiborliki, kompaniyaning ishlab chiqarish faoliyati jahon standartlariga to'liq javob beradi. Prokap zavodlari esa Germaniya, Finlandiya, Yaponiya va Turkiyaning yetakchi kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan avtomatlashtirilgan zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Eslatib o'tamiz, korxonaning har bir mahsuloti bozorga kirishdan oldin ishlab chiqarish nazoratining 14 ta bosqichidan o'tkaziladi. Bugungi kunga kelib, Prokap kompaniyasi 1000 dan ortiq turdagi kabel mahsulotlarini ichki va tashqi bozorga yetkazib bermoqda. Ularning kuchlanishi 5 voltdan 35 000 voltgacha. Shuningdek, anjuman davomida korxonaning marketing va savdo departamenti menejeri Shavkat Xolboyev ishlab chiqarish tuzilmasiga kiritilgan yangiliklar haqida ma'lumot berdi. Bu bizning ikkinchi konferensiyamiz. Ushbu anjumanda biz o'tgan yil davomida amalga oshirilgan ishlar haqida so'zlab berdik. Silikondan tayyorlangan izolyatsiya kabellari kabi yuqori haroratga bardosh beradigan mahsulotlarning yangi turlari haqida so'z yuritdik. Hamda yong'in vaqtida inson organizmi uchun xavfli bo'lgan zaharli gaz va kimyoviy birikmalar chiqarmaydigan galogensiz komponentlar haqida ma'lumot berdik. Kompaniyaning asosiy vazifalari mahsulot sifatini nazorat qilish, raqobatbardosh narxlarni saqlab qolish va texnologiyaning eng yangi ixtirolari asosida mahsulot turlarini kengaytirishdan iboratdir. Bugun biz yangi eksport bozorlariga kirmoqdamiz. Xususan, Tojikistonning yirik kompaniyalari bilan yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Ta'kidlash joizki, kompaniya xodimlari doimiy ravishda xorijda o'z malakalarini oshirib qaytishadi. Bu esa ularning o'z ishiga professional yondashishida ko'maklashishi shubhasiz.